O'zbek Yevropada ayiqlarni makoniga tushib qoldik, o'rtoqlar. Hozir qaranglar. Bu yoq ayiqlarni zonasi. Bu yoqda ko'radigan bo'lsanglar, hech narsa mumkin emas. Na suzish yoki ovqat pishirish, chodir to'shash, даже skuterda yurish ham mumkin emas ekan. Hozir biz yo'limizni mana bu tog'ni aylanib, ya'ni mana shunaqasiga ketishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz taxminan mana shu yerdamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir bu yoqda polni ayiqlarni zonasi ekan. Qaranglar bu yoqni. Ko'lni ko'ryapsizlar o'zingizlar. G'alatiligini, buni qaranglar tog'ni. Ayiqlar mana shu tog'da bo'lish kerak o'zi aslida, menimcha. Ayiqlar 100% mavjud ekan bu hududda. Endi biz hozir mana shu yo'ldan ketishimiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa bu yo'ldan yurmayam deb qo'yibdi-da, chunki qizil zonada bu hozir. Piyodalar yo'ldan yurish mumkin, ham sariq zonada. Aha. Bu qizil zona. Ayiq bo'lish ehtimoli bor. Ayiq bo'lish ehtimoli bor, lekin iloji boricha yurmaganimiz ma'qul-da, chunki tog'dan chiqib kelishi mumkin. Qayerdan chiqib kelishini biz bilmaymiz-da, chunki ko'rayotgan bo'lsangiz o'ralmagan hamda bir nima deydi, ayiq shtobi o'tolmaydigan qilib o'ralmagan. Hamma mashinada ko'ryapsizlar. Bitta biz piyodamiz, eng kamida velikchilar yuribdi. Velikdan ham qutulish mumkin, lekin piyoda bo'lsanglar juda ham qiynalasizlar. Hozir nima qilamiz? Mashina to'xtatib ketamizmi yo piyodami? Piyoda ketamiz o'zi. 3-4 kilometr bu test. Shu paytgacha mashinadan yo boshqa narsadan foydalanmaganmiz, lekin ayiq realniy bor o'rtoqlar. Ayiq bilan hazillashib bo'lmaydi. Tem bo'li yovoy ayiq. Agar sizlarni ko'radigan bo'lsa yoki ovqat hidini sezadigan bo'lsa, sizlar bilan hazillashib o'tirmaydi. Bizani shunaqa patershka qilib turinglar. Hayotimiz 50 yillik bo'lsa ham, g'ururimiz undan ham baland. O'zbekiston olg'a.